Sure İnşikak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Asman yerilgan, Rabbinin emrini anlap, itaat kıygan, Rabbinin emrini anlaşqa, itaat kılışqa layık boğan çağda, zimin sozulgan, qo'ynidagi narsalarni, ya'ni o'liklarni, madanlarni sirtqa chiqarib, quruqlanib qolgan Rabbining amrini anglab itoat qilgan, Rabbining amrini anglashqa, itoat qilishga loyiq bo'lgan chaqda inson xiyoliga kelmagan dahshatlik ahvollarga yo'liqidi. Ey inson, sen haqiqatan Rabbinga muloqot bo'lguningga qadar o'z ishingda sa'iy ijtihod qilsan, ya'ni amalingning natijasini ko'rsan. Nomi amali o'ng tarafidan berilgan odamdan oson hisob ilindi. U jannatdagi oilasiga xushal-xuram qaytdi. Nomi amali orqa tarafidan berilgan odam voy deb tovlaydi, ya'ni o'limni orzu qiladi. Do'zaxga kirdi. Chunki u dunyodagi chig'ida oilasida shod-xuram edi. U Rabbining dargohiga qaytmayman deb gumon qildi. Undaq emas. Ya'ni u Rabbining dargohiga qaytdi. Rabbi haqiqatan uni ko'rib turg'uchidir. Shafaq, ya'ni kun patqandan keyingi ufqdagi qizillik bilan kecha va uning qorong'uligi bosgan narsalar bilan nuri kamolatga yetgan oy, ya'ni to'lin oy bilan qasamki, sizlar jazman bir holdan yana bir holga yo'tkilib tursizlar. Ular, ya'ni mushriklar nimishqa iymon etmaydi? Ularning yanida Qur'on o'qilgan chaqda nimishqa sajda qilmaydi? Belki kafirlar haqiqatni inkor qiladi. Ularning dillardagi yo'shirin narsalarni Alloh obdan biladi. Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar üzülmez savobga erişir.